Avvalambor ayollar har doim chiroyli bo'lib yurish kerak. Men shunaqa deyman, meni shiorim shu. Mendan ko'rib hamma motivatsiya olishini xohlayman. U har doim bu maqsadimga erishganman. Endi juda xunukman deb ayta olmayman. Yaxshi bo'lgan, lekin meni nasagubkalarim bo'lgan. Shunda Gulhayoga kelib, Gulhayodan so'radim yordam berishini. Menga full Facebook bilan lifting koktel mana shu protseduralarni qildi. Oldingi holatimdan ham juda chiroyli bo'ldim. Shuning uchun men Gulhayoni qadrlayman. Menga yoqadi. Ayol kishi o'ziga qarab yursa qarimaydi, o'zini sevish kerak-da birinchi. Meni masalan necha yoshda bo'ylaysiz? 47 yoshga o'xshaymanmi? Shuning uchun ayol kishi o'zini sevish kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Albatta birov uchun emas, o'zini sog'ligi uchun, o'zi uchun deb o'ylayman. Gulhayoni birinchi shu Instagramda ko'rdim. Telefon nomerlari orqali chiqdim. Qanaqadir o'zim kichkina bo'lib qolganman, boshqacha bo'lganda. Men o'zim bilan yana ikkita jiyanimni ham olib keldim. Ularni ham yuzi rosa chiroyli bo'lgan. Men o'zi asli Qo'qonlikman. Qo'qondan kelib shu protseduralarni olib ketdi. Rahmat dedi Gulhayoga rosa. Endi Gulhayo bilan Qo'qonga bormoqchiman. U yoqda hamma ko'rib ularni yoqyapti. Qizlar yoshim 47 da, lekin pasportdagi raqam hech narsani hal qilmaydi. Muhimi o'zingizga e'tiborli va chiroyli bo'lib yurish.